Assalomu alaykum hurmatli Qozoq mahallasi fuqarolari. Agrobankda oilaviy tadbirkorlik bo'limi boshlig'i bo'laman. Navbatdagi uchrashuvimiz Qozoq mahallasida o'tkazish rejalashtirilgan. Shu bizga biriktirilgan 19 ta mahalladan bittasi bizlar mahallalar bo'ladi. Agrobankdan bizlarda o'zimiz bank mahsulotlarimiz bor, kredit mahsulotlarimiz bor. Shularni tanishtirib o'taman. Bizlarda bankdan hozirda biznesga birinchi qadam degan 17 million so'mlik kreditimiz bor. U ishlamaydigan fuqarolarga beriladi, o'zimiz bank degan ishsiz fuqarolarga beriladi. Ta'minot sifatida sug'urta va uchinchi kafillik olinadi. Keyin oilaviy tadbirkorlik doirasida chiqadigan mahallada hokim yordamchisi limitini doirasida chiqadigan kreditlar bu hokim yordamchisi oilaviy tadbirkorlik platformasi orqali ariza jo'natadi. Ariza Agrobankda shakllanadi. Keyin jarayonda bank rahbari kredit shartnoma imzolaydi, hokim yordamchisi taqsimnoma beradi, imzolaydi. 10 million so'mgacha naqd pulda 10 million so'mdan oshgan qismi pul ko'chirish yo'li bilan beriladi tadbirkorlik yo'nalishiga. Keyin mahalla loyihasi degan 50 million so'mgacha bo'lgan kreditimiz bor. Bu o'zimiz bank bilan ishlamaydigan fuqarolarga beriladi. Uning ta'minot shunday sug'urta yoki uchinchi kafillik. O bankni o'zimizga bank orqali chiqaydi. Hozir endi oilaviy tadbirkorlik platformasiga o'tdi. Oilaviy tadbirkorlik platformasidan ariza jo'natiladi. Ariza oila-kredit.uz orqali jo'natiladi. Ariza keyin oila-kredit.uz platformasida ko'rinadi. Keyin uni hokimiyat mahalla bankirimiz bor. Mahalla bankiri tavsiyanoma beradi. Keyin boshliq bilan mahalla bankiri tavsiyanomasi asosida chiqadi. Bu ham shu ishlamaydigan fuqarolarga beriladi, o'zimiz bank degan shaxslarga beriladi. Uchinchi shaxs kafilligi yoki uchinchi shaxs kafilligi yoki sug'urta qilsa bo'ladi. 50 milliongacha. 50 million so'mgacha beriladi. 25% bu kreditimiz. Faqat mahallani ixtisoslashuvidan kelib chiqib beriladi. Ariza jo'natganda mahallani ixtisoslashuvi, misol uchun chorvachilik bo'lsa sizda yoki xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'lsa, o'sha yo'nalish bo'yicha o'zimiz bank degan fuqarolar arizasi o'tadi. Boshqa yo'nalishlar bank qilsa, mahallani drayveriga to'g'ri kelmaydi, tizim avtomatik rad qiladi. Bank mahsulotlarimiz, plastik kartalarimiz bor, kredit mahsulotlarimiz bor. Kimda savol qanaqa bo'lsa, bersangiz javob. Kredit oldindan bo'lsa, ikkinchi marta kredit 50 million oladimi? Masalan, 20 million bo'lsa, olgan bo'lsa, ikkinchi marta kredit hisoblanadi. hisoblanadi bu. Misol uchun, kredit bo'lsa, kredit ustiga kredit bermasin degan joy yo'q. Kredit olsangiz bo'ladi. Qanday? Misol uchun, siz ishlaysiz, oyligingiz bor. Oyligingiz misol 10 million. Siz oylik kredit to'laysiz, 1 million to'laysiz hozir. Siz yana olsangiz bo'ladi. Kredit sizni qarzingiz shartnoma 10 million bo'lsa, 50% sizni bir oylik kreditlar to'lovga yetish kerak. 50% shartnoma o'zingiz shaxsiy ehtiyojlaringizga hisoblanadi. Programma o'z vaqtingizni shunga hisoblaydi. Misol uchun siz 10 million oyligingiz bor, 1 million kredit to'laysiz. 4 million so'm qolyapti, 5 million qolgan 4 million. 4 million so'mga yetarlicha kredit olsangiz bo'ladi. Ishlamaydigan fuqaro bo'lsa, misol uchun hozir biznesga birinchi qadam 12 million so'm kredit oldi. Misol uchun 12 million so'm kredit oldi. Keyingi navbatda undan keyingi kreditini misol uchun oilaviy tadbirkorlik 50 milliongacha beradi yoki mahalla loyihasi 50 milliongacha beradi. Shundan olsa bo'ladi. Foydalanib vaqtida to'ladi. Undan keyin yuridik korxonadagilar 312-sonli qaror bo'yicha 100 milliongacha kafilsiz garovsiz 100 milliondan oshgan qismiga mol garov bo'ladi yoki avtomashina garovi noturar joy garov evaziga 100 milliondan oshgan qismi 300 million so'mgacha beriladi. Navbati bilan keyin uni olsangiz bo'ladi. Kreditingiz bo'lsa, kreditlar to'lovini vaqtida qilsangiz, kredit tarixiy o'rganiladi, kating kredit tarixi tizim orqali avtomatik bo'ladi. Siz nima keldingiz? Kredit olmoqchimisiz? Mana shu odam 10 million. 10 million so'm?